Ulalarimiz o'qishadi. Xatmi Qur'ondan keyin duo qilamiz. Ana shunda hamma sidqi dildan o'zini ojizligini tan olib, zaifligini tan olib, quvvatsizligini tan olib, hojatmandligini tan olib Allohga iltijo qilish kerak. Duo degani bu chiroyli so'zlarni qofiyador qilib aytish degani emas. Duo degani inson qalbi bilan, qolibi bilan, ya'niki butun vujudi bilan Allohga yo'nalishidir. Duo ibodatdir. Duo ibodatdir. Duo talab qiladigan, so'raydigan narsa emas. So'rash lafzlari ishlatiladi xolos, lekin ibodat ma'nosida ishlatiladi. Duoni Alloh taolo ibodat tarzida qabul qilib qolsa, ana endi so'raganidan ko'pni beradi. Xudo xolasa, Alloh nasib qilib hozir xatmni davom ettiramiz. Ana xatmdan keyin duo qilish lahzasi keladi. Ana shunda hammamiz qiblaga qarab o'tiramiz. Masjidda ichida o'tiribmiz. Musulmonlar jamoasida o'tiribmiz. Ramazonning kechasida o'tiribmiz. Xatmi Qur'onni o'qib turib o'tiribmiz. Mana shularning hammasi duoni qabul bo'lishiga omillardir. Shuncha omil qo'shilib turib, musulmonlar yakdildan bo'lib qilsa duoni inshaalloh duo qabul bo'ladi. Ana bu haqiqatni ham biz yaxshi bilib qo'yishimiz kerak.